hozirgi kunda birovga yaxshilik qilib bo'lmaydi degan gaplarni eshitib qolamiz, a? Hozir birovni yaxshiligini biladigan zamon emas. Eshitamiz, a? Ehtimol o'zimizdan ham chiqib qoladi. Bilasizmi kim aytadi bu gapni? Qalbi o'lik odam aytadi. Agar insonni qalbi o'lik bo'lsa va mana shu holatida solih amal qiladigan bo'lsa, uning bu amali ko'proq odamlarni rozi qilish tarafiga oqib ketadi. Nifoqqa oqib ketadi. Riyoga, xo'ja ko'rsinga oqib ketadi. Qaytaraman. Agar insonni qalbi o'lik bo'lsa, zikr bilan tiriltirib olmagan bo'lsa, qalbi o'lik bo'lsa, g'ofil bo'lsa, shu holatda qilgan savob amallaridan odamlardan mukofotni kutishni boshlaydi. Odamlardan rahmatni, minnatdorchilik kutishni boshlaydi. Agar uni bu yaxshiligiga minnatdorchilik bildirishmasa, uni maqtashmasa, qadrlashmasa, jazavaga tushadi.